birinchi jangim To'xtar bilan bo'lishi mumkin emas. Gold Erka bilan To'xtar bilan hozircha jang qilmasligini ma'lum qildi. Hozir ustozlarim bilan, menejerlarim bilan ishlayapmiz bu narsaga. Hozir birdaniya. Buning asosiy sababi aniq. To'xtar hozircha top reytingda turibdi. 6 oylardan keyin yo 4 oydan keyinmi обязательно bu jang. Gold esa endigina faoliyatini boshladi. Shunga qaramay Gold ilk jangiga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu jang qanday yakun topadi? Hozircha bu sir bo'lib qolmoqda. Siz qanday fikrdasiz? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Videoni ko'ring va kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat. Hozir ustozlarim bilan, menejerlarim bilan ishlayapmiz bu narsaga. Hozir birdaniya birinchi jangim To'xtar bilan bo'lishi mumkin emas. Hozir yaqinlarga vaqti yo hozir ro'zadan oldin yo ro'zadan keyin janglar bo'ladi. Ikkita, uchta jangdan keyin deb aytishyapti. Inshaalloh обязательно mana shu 2026-yil jang bo'ladi. Mana shu 6 oylardan keyin yo 4 oydan keyinmi обязательно bu jang bo'ladi. U Amerikaga borib pis qilib ishlab kelsin, tayyorgarlik ko'rib kelsin, Yusuf Bayislar bilan biz udarnik ko'rsatamiz inshaalloh. Abdu akam aytdik, men udarnikman deydiki, o'sha payt ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, o'ziga yaxshimisizlar? Sapernik kim bo'layotgan deb qiziqyapsizlar inshaalloh. Aniq bo'lgandan Telegram kanalimga tashlayman va yana tirnovka qanaqa bo'ladi, podgatovka qanaqa bo'ladi, Instagram, Instagramdan ko'ra Telegramga videolar tayyorlagan osonroq. Inshaalloh podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar, men sizlarning yuraklaringizga podpisatsiya bo'lganmanki, gap bo'lishi mumkin emas inshaalloh. Sizlar shuncha kutganga yarasha chiroyli jang ko'rsatishni inshaalloh harakat qilamiz. Telegram kanalim o'zimniki. Qanaqa uni feski nazarda aylanmaydi unaqa. Kirib qo'yinglar, unaqa qilib qo'yinglar. Qanchadir sizlarga pul o'tadi degan narsalar yo'q, unaqa sakadisizlar, mujiki. O'zingiz ehtiyot qilinglar, inshaalloh bilaman sizlar. 5 yoshgacha onani sutini yemagan bolasizlar. Assalomu alaykum. Mana jangimiz ham aniq bo'ldi. Bu bovurim bilan bo'lmaydi. Uni tashkillashtirishadi ro'zadan keyin. Xudo xolasa, lekin 1-fevral kuni debyut jangimni qilaman. Hali sapernik aniq bo'lgani yo'q. Akam yutqazib qo'ymang, jalla 10 million tikib olman sizga debdi. Ko'zingizga tiqing 10 millionni, shunday. Probka qilib, shunday uring tampon qilib chiqmasin. Menga aytsangiz ham orqasiga oyoqda ham uraveraman. Nimadir qilib tikib, mikib qilyotmaymiz ham, qimor-mimorga qo'yayotmang. Radna, sizlarni tushuntirib qo'yaman sizga men. Qimorga, mimorga, vobshe biza uzoqroq dalil o'tganmiz, radnoy biza unaqa narsalardan. Brat,